Hürmetli vatandaşlarım, leksiyalarımızı devamlaştırırız. Mavzu, endike mavzu mundak. Çünkü Hindistan o'rtasida urush portlashning avvalgi melodiyasi. Çünkü ciddi bayonot e'lon qildi. Mavzuli xabar 8-oyning 16-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Çünkü Hindistan tirkishayotgan 2 oy bo'lgan bir paytda tirkishayotgan 2 oy bo'lgan bir paytda Jungo bilan Hindiston o'rtasida yana boshqa yerda yana bir qatam qurolli to'qinish yuz berdi. Bu to'g'rida Jungo tashqi ishlar ministrligi jiddiy bayonot e'lon qilib, Hindistonga tajovuz qilib kirganligini, ya'ni Jungo hukumatining Hindistonga tajovuz qilib kirganligini inkor qildi. Hindiston tez gazeti 8-oyning 16-kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo 16-kuni Jungo armiyasining Ladakh rayonida Hindistonga tajovuz qilganligi to'g'risidagi xabarni rasmiy inkor qildi. Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyun, Jungo Hindiston armiyalari o'zaro bir-biriga tosh etishganligi to'g'risida javob berib, mundaq dedi. Men bu xabarni asla bilmaydi ekanman. Bayonotchi Hua Chunyun mundaq ko'rsatdi. Jungo ozodlik armiyasi azaldan Jungo tizginlab turgan chegara liniyasida chorlash elib beryapti. Bayonotchi Hua Chunyun biz Hindiston bilan Jungo o'rtasidagi kelishimlarga Hindistonning amal qilishiga aydakchilik qilamiz. Hindiston munbiri gazeti 8-oyning 15-kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari 15-kuni jiddiy bayonot e'lon qilib, Hindiston bilan Jungoning o'ltirib suhbatlashish o'rtasidagi masalalarni suhbat orqali hal qilishini talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu bayonoti Hindiston Jungo o'rtasida andil yuz bergan chegara to'qinishiga qaratildi. Reuters agentligi 16-kuni xabar qilib, bundaq ko'rsatdi. Hindistonda xabardor kishilar Jungo va Hindiston askarlari Himalaya tog'larining g'arbiy rayonida yangi talash tortish yuz berdi. Bu talash tortish ikki davlatning jiddiy munosabatini texmo jiddiylashtirib o'tdi. Deyishdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Yangi deyishli yana bir xabardor kishi mundaq dedi. Hindiston armiyasi Jungo armiyasining Pangong ko'li rayoniga tajovuz qilishga urinishini tarmar qildi. Bu xabardor kishilar yana mundaq dedi. Jungo askarlari temir kaltak tosh qurollar bilan qurollanib elishdi. Elishdi ikki taraf askarlari den ba'zilar yenik yaralandi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Kashmir ko'rsatildi. Kashmirlik bir nafar amaldor mundaq dedi. Pangong ko'li atrofidagi ikki taraf askarlari o'rtasida talash tortish yuz berdi. Bu kishi shundaq dedi. Jungo askarlari bilan Pangong ko'l rayoniga tajovuz qilib kirdi. Jungo askarlari Pangong ko'l rayoniga tajovuz qilib kirdi. Askarlar, ikki davlat askarlari bir-biriga tosh etishdi. Ikki taraf askarlari o'xshashli yenik yardar bo'lishdi. Hindiston vaqtgiz xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Ozodlik armiyam Ladakh rayonida 2 qatim tajovuz qilib kirganda, o'xshashli Hindiston armiyasi tarafidan tarmar qilindi. Rossiya matbuotlari Hindiston Jungo chegara to'qinish to'g'risida to'xtalib, mundaq dedi. Oqibatning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Beijing quttirib o'tdi. Mavzuli xabar 8-oyning 16-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindiston so'rkilishi davomlashyapti. Ikki taraf o'zlarining ortiqchilik kamchiliklarini baholayapti. So'rkilish, tirkishishning natijasi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Beijing strategik mag'lubiyat kuchurdi deb ko'rsatdi Rossiya matbuotlari.